Bugungi mavzuyimiz eng dolzarb mavzulardan biri. Issiq kunlar boshlanyapti va shu paytlarda bu kasallik avj oladi. Boshqa paytlar ham qo'zg'aladi, lekin aynan shu mavsumda, yoz oylarida ko'proq bu kasallik bilan bemorlar kasallanadi. Haroratga bog'liq dermatitlar, haroratga bog'liq krapivnitsalar. Shu kasallik haqida sizga ozroq ma'lumot beraman. Bu qanday rivojlanadi, sabablari qanaqa va nima qilish kerak? Bu ham tashqi muhit bilan bevosita bog'liq. Issiq va sovuq haroratimiz ikki xil bo'ladi. Issiq harorat va sovuq harorat. Jarayon qanday boshlanadi va qanday rivojlanadi? Sabablaridan oldin uning nimaning ta'sirida paydo bo'lishi haqida aytaman. Agar issiq temperaturada, issiq haroratga terining qichishishi kuzatiladi, bular qon tomir faoliyati bilan bog'liq. Ya'ni issiqda qon tomirlar kengayishini hisobiga quyidagi belgilarni sanab o'taman. Shu belgilar kuzatilishi mumkin. Bu haroratga bog'liq dermatitlarning kelib chiqishida bo'ladigan sabablar quyidagilar hisoblanadi. Birinchisi, issiq havo, haroratning yuqoriligi o'z navbatda teriga ta'sir ko'rsatadi. Keyingi sabab sovuq harorat yoki sovqotish yoki uydan tashqariga chiqqanda yoki tashqaridan uyga kirganda kuzatiladi. Keyingi belgilari, kiyinayotgan kiyimlarimiz sintetik bo'lsa almashtirganimiz yaxshi. U ham sirkulyatsiyaga ta'sir qiladi. Havo aylanishiga xalaqit beradi. Keyingi sabablar, insonning haddan ziyod terlash oqibatida ter bezlarining tiqilib qolishi va terida achishish kuzatiladi. Keyingi belgilari bu immun tizimning pastligi. Insonda gemoglobin miqdorining kamligi ham bevosita tashqi muhitning, ya'ni haroratning ta'siri natijasida terida dermatitlar rivojlanishi mumkin. Yana oxirgi sabablardan biri, bu ham yaxshigina sabab hisoblanadi. Terining haddan tashqari quruqligi. Nega? Nima uchun? Aynan teri haddan tashqari quruq bo'lsa, terimiz, ya'ni suvlanishi kam bo'lsa, namligi past bo'lsa, terining tashqi muhit bilan bevosita kontakti ochiqligicha qoladi. Tashqaridan ta'sir qilayotgan harorat terini ta'sirlantirib qo'yadi. Teri himoya qila olmaydigan holatga kelib qoladi. Shuning uchun ham terining haddan ziyod quruqligi ham bevosita haroratga bog'liq dermatitlarni keltirib chiqarishi mumkin. Belgilari haqida gaplashamiz. Belgilari ham qiziq. Shu belgilarini sanab o'tsam, sizlarda shu belgilar bormi? Demak, bu kasallik bevosita tashqi muhit bilan bog'liq va shu kasallik sizda kechyapti. Qichishish, achishish, mayda pufakchali toshmalarning toshishi, terining qizarishi, tananing ochiq qismlarida terining qizarishi, qo'l, oyoq, yuzimiz va ko'krak sohamiz. Bevosita tashqi muhit to'g'ridan to'g'ri kontakt qiladigan sohalar. Fotokontakt dermatit masalan. Shular ham yuzaga kelishi mumkin. Shu belgilar yuzaga keldimi, demak bu kasallik haroratga bog'liq dermatit kasalligi haqida o'ylashimiz mumkin bo'ladi. Endi nima qilish kerak? Aynan shu belgilar, shu holatlar sizda kuzatilyaptimi? Buni davolash kerak. Birinchi navbatda kontaktni bartaraf qilish kerak. Masalan, qaynoq suvga cho'milmaslik kerak, iliqroq bo'lish kerak. Yoki sovuq suvga cho'milmaslik kerak, yuzimizni, qo'limizni yuvmasligimiz kerak. Bevosita qon tomirlar torayadi, teri quriydi, qotadi yoki achishadi. Bu kontaktlarni tashqi muhitdan bevosita terimizga ta'sir qilayotgan kontaktlarni bartaraf etishimiz kerak.
Albatta yuqorida aytib o'tdim belgilarni: qichishish, achishish, lovullash, terida toshmalarning toshishi, mayda pufakchali toshmalarning toshishi bo'lyaptimi? Albatta antigistamin preparatlarni taklif qilamiz. Tavsiya etamiz. Antigistamin preparatlar terida toshmalarning toshishini oldini oladi, qichishishni oldini oladi, insonni tinchlantiradi. Yuqorida aytib o'tdim. Eng yaxshi muolaja turi. Tepada aytdim. Qon tomir faoliyati bilan bog'liq. Agar sovuqda qon tomirlar torayadi, issiqning faktori yuzaga kelsa terimizda qon tomirlari kengayadi va shuning hisobiga terida qichishishlar, achishishlar, qizarishlar, mayda pufakchali toshmalarning yuzaga kelishi mumkin. Albatta tarkibida vitamin C preparati bo'lgan tabletkalardan, bitta tabletkadan kuniga 3 mahal ichishimiz kerak. Qon tomir faoliyatini yaxshilab olishimiz kerak. Qon tomir devorini mustahkamlovchi preparatlar bu vitamin C, askorbin kislota yoki askarutin. Bitta tabletkadan kuniga, yoshga qarab, bitta tabletkadan kuniga 3 mahal ovqatdan so'ng 10 kundan 20 kungacha ichsa bo'ladi. Inyeksiya usuli organizmni reologiyasini yaxshilash uchun Riasorbilakt infuzion eritmasdan kuniga bir mahal 3 yoki 5 kun davomida qabul qilish kerak. Bu ham yaxshi natija beradi. Albatta issiq kunlar kelyapti. Tashqi muhit bilan bevosita bog'liq bizning terimiz. Tashqariga chiqishimizdan yarim soat, 1 soat oldin SPF kremlardan surib foydalanib chiqishimiz kerak. Terini namlantiruvchi kremlardan foydalanishimiz kerak. Tepada aytib o'tdim sabablardan bittasi ko'p terlash. Qonda vitamin D3 ning kamayib ketishi terlashning kuchayishiga olib keladi. Vitamin D3 preparatlarini kuniga qabul qilishimiz kerak. Normada o'rtacha hisobda profilaktik doza 5000 yoki 10000 единица o'smirlik davridagi doza. Yoshlarda bundan kamroq bo'ladi. 5 yoki 10000 dozalik единицада kuniga bir mahal ertalab nonushta bilan birga qabul qilish kerak. 1 oy, 2 oy, 3 oygacha qabul qilsa bo'ladi. Tashqaridan suriladigan kremlar, gormonal kremlarni kuniga 2 mahal yupqa qilib surish haroratga bog'liq dermatitlarni kamaytiradi, pasaytiradi, qichishishni, lovullashni, achishishni va toshmalarni yo'qotadi. Umumiy kompleks lecheniya qilib shu muolajalarni qabul qilsak, bizlar faktorni bartaraf etgan bo'lamiz. Bu mavzu haqida ozgina bo'lsa ham tasavvurga ega bo'ldingiz. Sizda shunaqa belgilar kuzatildimi? Albatta yuqoridagi tavsiyalarimizga amal qilsangiz, muammo sizga yengillashadi. Muammoyingiz albatta yengillashadi. Chunki bu oddiy, samarali va arzon metodlardan foydalanib ham bu kasallikni davolasa bo'ladi. Asosan ta'sir qilayotgan mexanizm kontaktni bartaraf etish kerak bo'ladi. Keyingi videoyimiz aynan maxsus teri kasalliklariga oid mavzu bo'ladi, video bo'ladi. Ungacha bizlarni qo'llab-quvvatlab turing, like bosing, qandaydir mulohazalar bo'lsa bemalol masalan kommentariyni yozing. Men imkon qadar javob beryapman, o'qib, albatta javob berishga harakat qilaman. Siz bilan men dermatolog Jafar Sarikov bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.